Munevver hem chiroyli qizlar nima uchun loyiq topolmaydi? Qarasak bular o'zi shundoq chiroyli, ham oliy ma'lumotli, iqtisodim yaxshi, biroq 30-40 yoshlarga kirib qolgan bo'lsa-mu, texicha loyiq topolmagan qeyri qiz otilib qolgan. Yoki to'y qilganlar qarasaqmi, chiqib belqi Esta deb qaradak bir qamlashmaganlar bir odamlar bilan to'y qilib qolganligini his qilamiz. Endi bu qizlar qarasak, haqiqatan noyat munavvar. Yaxshi maktablarda o'qigan, ya doktor, ya o'qituvchi, ya bir ma'mur. Boyil kelib chiqishmi, shundaq yaxshi ba'zidir boyning qizi, ba'zidir cho'ng boshliqlarning qizi yoki oliy ma'lumotli professorlarning qizi va yoki ish qilib bir yaxshi oilaning qizi. Bu qizlarningki o'zining chiroyi, yasinishi shundaq joyda, axloqi joyda, ham mard aldirab o'g'illarning pulini xashlamaydi. Ham bularning o'g'illarga nisbatan bak cho'ng talab sharoitim yo'q. Lekin bular doim bo'ytaq qoldi. Nimishqa? Chunki biz o'g'illar erlarga nisbatan bizda erlar ayollardan kuchlik manda ustun o'rinda bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Endi siz bu qizlar qarshi bu iqtisodiy jihatdan bu o'g'illarda yuqori, oila kelib chiqishim yuqori, buning o'qigan bu narsim yuqori. Hatta necha xil tillarni biladi, kasb shundaq yaxshi, necha xil kenishkilari va dunyo qarash fikrlarim shundaq ilg'or. Shuning bilan bu o'g'illar sizga petinolmaydi. Gapni po'stkalasin deganda, gapni naql yerim deganda, bu o'g'illar o'z ko'ngliga bu qizni yordamchi. Chuqur buni qo'g'ishayotgan necha mandaq bolalar bo'lishi mumkin deb o'zini to'van ko'rib, sizga gap qilolmaydi, sizni yaxshi ko'rsin deyolmaydi. Jiroq turiblar bu voz kechib ketadi uchun o'zini to'van ko'rib. Yoki petingan sizga shundaq ko'ngil bergan vaqtning o'zidimi balkim siz sal qarab qolgan bo'lishingiz mumkin. Men mashtaq tursam, ma'qullanib balkim bundan yaxshiroq o'g'illar uchrab qolaman deb qolgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu qizlar shundaq bir o'g'illarni qiyshiq kelgan vaqtda mash o'g'illar menga yoqdi deb o'ylagan vaqtingizning o'zida amal va ortiqchilig'ingizni yepib, kamchiligingizni qarab chiqaring. Ya'ni masalan, u o'g'illarning mashinasi yo'q, siz mashina haydab kelgan bo'lsangiz, mashinani mashina odam tepayganlar pek haydayolmaydi, purangiz siz haydaysiz o'tgan deb birim qo'rqitganmi, to'xtatolmaydiganmi. Ondan qarshi taraf sizni chin ko'ngli bilan tamoqqa taklif qilgan bo'lsa, pul to'laydigan vaqtda hamki siz to'lamang. Endi talishib qo'ysangiz bo'ldi, lekin siz to'lab yurmang. Ya'ni siz shu o'g'illarga ko'proq muhtoj bo'ling, rast bo'lsin, yolg'on bo'lsin. Endi bunday qizlar yilga o'bu desangiz bu amal yo'q. Shu o'g'illar o'zini sizning ma'lum ehtiyojingizdan chiqardi deb o'zini kuchliroq his qilsin. Undan keyin kechdi sizga talab qo'yadi. Endi shunday ishlar tufaylidan buzilib ketgan muhabbat hikoyalar nurg'ungu. Sizning bormi? Yo'lchi ko'ngil qilib, ular bir qo'rqmaydi.